Islom Karimovga Qirg'izistonda haykal qo'ygan bo'lardim. Asqar Akayev. Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Akayev O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning siyosati haqida gapirib, unga Qirg'izistonda haykal qo'ygan bo'lar edim deb fikr bildirdi. Bu haqda u eksklyuziv KG podkastida so'z ochdi. Akayevning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonning Karimov davridagi yopiq siyosati o'z vaqtida qo'shni davlatlar, jumladan Qozog'iston va Qirg'iziston tadbirkorlari uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratgan. Uning qayd etishicha, 1990-yillarda u qirg'izistonlik tadbirkorlar bozor mexanizmlarini o'zlashtira olishi va o'zbek biznesi bilan raqobatlasha olishiga shubha qilgan. Agar o'sha paytda O'zbekiston xuddi hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davridagidek ochiqroq siyosat olib borganida, qirg'iz biznesmenlar uchun raqobatga bardosh berish ancha qiyin bo'lar edi. Hammamiz Islom Karimovdan minnatdor bo'lishimiz kerak. U O'zbekistondagi o'zbeklarni dunyodan uzib qo'ydi. Shu orqali u qirg'izlar va qozoqlar uchun imkoniyatlar yaratdi. Buning uchun men Islom Karimovga Qirg'izistonda haykal qo'ygan bo'lar edim, deydi Akayev. Uning qo'shimcha qilishicha, aynan shu tufayli qirg'izistonlik tadbirkorlar bozor mexanizmlarini o'zlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Ma'lumot uchun, Asqar Akayev 2005-yil 24-mart voqealaridan keyin Qirg'izistonni tark etgan va o'sha yilning 3-aprelida rasman iste'foga chiqqan. 2021-yilda u Qumtor oltin koni bo'yicha jinoyat ishi doirasida ko'rsatma berish uchun Qirg'izistonga kelgan va o'shanda loyihani amalga oshirishda yo'l qo'yilgan xatolar uchun xalqdan oshkora uzr so'ragan. Ukraina Rossiyaning harbiy zavodiga raketa bilan zarba berdi. Ukraina mamlakatda ishlab chiqarilgan Flamingo raketalari bilan Rossiyaning Volgograd viloyatida joylashgan artilleriya tizimlari va raketa uchirish majmualari uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi zavodiga zarba berdi. Bu haqda mamlakat prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Zelenskiyning bildirishicha, tungi hujum oqibatida Titan barrikadi zavodi hududida yong'in chiqqan. Ukraina xavfsizlik xizmati ham o'z dronlari Rossiyaning Vladimir viloyatidagi Vtorovo neft haydash stansiyasiga shu oy ichida 2-marta hujum qilganini ma'lum qilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur stansiya neft mahsulotlarini Rossiya ichki bozoriga yetkazib berish va eksport qilishda foydalaniladigan muhim logistika markazlaridan biri hisoblangan. Ukraina uzoq masofali sanksiyalari qamrovi kengayib bormoqda. Aynan bizning har kunlik bosimimiz oxir-oqibat munosib tinchlik uchun zamin yaratadi, degan Zelenskiy Rossiya hududi ichkarisiga berilayotgan zarbalarga ishora qilib, ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi oylarda Ukraina Rossiyaning neft infratuzilmasi va qurol-yarog' ishlab chiqarish obyektlariga o'rta va uzoq masofali dronlar bilan hujumlarni kuchaytirgan. Kiyev bu harakatlarni Rossiyaning Kiyev va boshqa shaharlarga amalga oshirilayotgan keng ko'lamli raketa va dron hujumlariga javob sifatida izohlamoqda. Zelenskiyning aytishicha, o'tgan hafta davomida Rossiya Ukrainaning 15 ta viloyatiga qariyb 1400 ta dron va 19 ta raketa uchirgan. Havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish hamda ittifoqchilar bilan dronlar sohasidagi hamkorlik Kiyev uchun ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Siz bilan muhim xabarlar 24 edi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqishni unutmang. Diqqatingiz uchun rahmat. Keyingi muhim yangiliklarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.